Ularga hurmatli do'stlar, sizlarga juda ham sifatli yog'och bor joyni ko'rsatmoqchiman. Agar uy-joy qurayotgan bo'lsangiz, yaxshi yog'och qidirayotgan bo'lsangiz, bu video sizga manfaat bo'ladi degan umiddaman. Yog'ochlarimiz juda ham quruq, sifatli holatda, narxlar juda ham siz uchun hamyonbop. Keling, yaxshi video mobaynida narxlarni tanishtirib boraman, videolarni kuzatib boring. Unda bu videolarni boshladik. Akalar, salom yana bir bor. Biz hozir G'iyosga joy kelganmiz. Mana ko'rib turganingizdek to'sinlar hamda barcha mahsulot topishib bo'ladi bu yerda. Bog' egasini chaqiramiz. G'iyos aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Tanjon salomimiz aka. Qurbonga baraka. Qalay bozorlar bo'lyapti G'iyos aka? Bugun shu do'koningizga keldik. Bir narx-navolarni akalarni tanishtirasiz. Kimdir uy-joy quraman deb yurgan bo'lishi mumkin, kim yaxshi mahsulot qilib yurgan bo'lsa, shu akalarni arzon narxlarda qilib berasiz deb umidamiz aka. G'iyos aka, bu qanday nimamiz? To'sinimizmi bu? 5 metrli to'sin bu. 5 metr to'sin. 100 ming so'mdan. 100 ming so'mdan berilaveradi. Ko'ktera bu ham, ha? Ko'ktera aynan. Bularimiz-chi, G'iyos aka? 4,5 metrli. 4,5 metrli 85 mingdan. 85 mingdan. Beriladi yoni. Beriladigan 80 mingdan berilaveradi. Bu 4 metrligi. 4 metrligimiz 50 mingdan. 50 ming so'mdan. Bularimiz nech puldan G'iyos aka? O'sha 4 metrli to'sinda 50 mingdan. 50 ming so'm berilyapti. Kuruli strapel 5 metrli. 5 metrli 35 ming so'mdan. Hal yo'g'onrog'i. Narik chiroqlari 20 ming so'mdan. 20 ming so'm bu 35 ming so'mdan. Vassalarimiz 8 ming so'mdan kvadrat. Bular kvadratni vassa bular, ha? 8 ming so'mdan. 8 ming so'mdan qilib berilaveradi. Bular qarilar shekilli, G'iyos aka. Qarilar, ha. 4 metrli, 5 metrli hammasidan bor, ha? 5 metrlidan 12-13 metrgacha bor. Aha. Uzuni. Mana ko'rib turgan akalar, tekislik holati. Bularning metraji boya, G'iyos aka. Metrlari 50 ming so'mdan 80 ming so'mgacha. 80 minggacha. Ko'ktera bu ham, ha? Ko'ktera. Bular kaltarog'icha, ha? Bular ustunlar. Ustunlar. Bular 25 ming, 25 ming. Yaxshi. G'iyos aka narxlar juda ham yaxshi holatda ekan. Ko'p joy ko'ryapmiz. Bu akamizdan birinchi qo'l akalar, xudo xohlasa kelaverasizlar. Bu akam o'zi kesib kelib, o'zi sotadi, bozorchalari bor. Bularimiz saraplar, xudo xohlasa. Abreznoy. Bular narxi o'la qanaqa? 5 metrligi bular 55 mingdan. 55 mingdan 5 metrli. Mana akalar ko'rib turganingiz sifat zo'r. 4 ga 10 aka G'iyos aka. Aha, bu-chi G'iyos aka? Bu ham shuning sherigi. Mana 4 metrliklar. Aha. Bularimiz oxiri berilgan narxi nech puldan G'iyos aka? 50 mingdan qilib berilaveradi. 50 ming so'mdan qilib beriladi. Qarang G'iyos aka, bironta telefon qilib yozjon, menga 100 ta kerak, masalan, Farg'ona falon joyga desa, dastavka qilib berish ilojisi bormi? Bo'ladi. Iloji dastavka xizmatlari bor-a? Bor. Kelishgan narx qilib berilaveradi. 4 metrliklar 40 ming so'mdan. 4 metrli 40 ming so'mdan. Bu hammasi ko'ktera ham G'iyos aka? Ko'kteralar, ha. Ko'ktera. Akalar, mana ko'rib turganlar razmer o'sha 4 ga 10 aka bu G'iyos aka. Ha, 4 ga 12. Bu akamiz endi oldindan ishib keladi. Hamma xudo chesni, bexijolat akalar telefon qilaverasizlar. Buning narxini aytdim G'iyos aka 4 metrli edi? Ha, bular 40 ming so'm. 40 ming so'm. Bu-chi? Qanolar bu 5 metr. Bu ham 5 metrli. Mana bu sarroq. Sarroq. 5 metrli. Sarroq. Bu nechi bu? 6 ga 12. 6 ga 12. 90 ming so'mdan. 90 ming so'mdan. 3 metrli saraplar. 3 metrli saraplarimiz. 20 mingdan. 20 ming so'mdan. Rekalar. Rekamiz bor. 4 ga 4, 3 ming, 4 ga 5, 4 ming. Bu 3 ming so'm, bu 4 ming so'm. 4 ga 5. 4 ga 5. Akalar, mana endi tomi qancha baquvvat bo'lsa, shuncha tinch bo'lasan, o'shaning uchun iloji boricha 1 so'm, yarim so'mga qaramasdan baquvvatroq olgan yaxshi o'ylayman. Yana to'sinlarimiz bor, kaltarekilarimiz bor ekan bu yerda. Ularimiz qanaqa bo'ladi? Ular metr 2 mingdan. Metr 2 ming so'mdan. Bu pol taxta bor. Pol taxta. Bu o'zimizda yog'ochdanmi, G'iyos aka? O'zimiz yog'ochdan, so'rilarga. Ha, pol so'rilarga, yasama so'rilariga. Mana agar kaltarekilarimiz 10 ming so'mdan pol taxtalar. donasi 10 ming so'mdan. Pol taxtalar. Necha bu? Razmeri necha? Razmeri 8 ga 2 3. Masalan, molxonani tagiga qilsa ham bo'ladimi? Mol tagi pollikka. Bo'laveradi. Ko'taraveradi bemalol. Tagiga o'sha lagancha baquvvatroq berib turib, Bular kalta to'sinlar bular. kalta o'sin. Manaqa ayvonlar Ha. nima deydi? Primechka. Primechkalar.
Bular razmer nechi bular? 6 ga 12, 6 ga 12, 8 ga 12 bor. 8 ga 12. Bular narxi nechi pul deysiz? 6 ga 12 lar 20 ming, 8 ga 12 lar 30 ming. Aha. A'da shu 6 metrlik kurli sarablar bo'lsa, video qilib yuboraylik bir G'iyos aka. 6 metrlik sarab. Akalar 4,5 metr to'sinlarimiz mana ko'rib turganingiz juda ham tekis holatda. Yaqinroq ko'rsatdi. Mana baquvvatligi kamida 2,5 qari chiqadi. 4,5 metrli. G'iyos aka, bular qo'lga tegadigan narxi nechi pul G'iyos aka? 90 qilib beraman. 90 ming so'mdan 4,5 metrli to'sinlarimiz aka. Menimcha narxlar juda ham arzon deb o'ylayman. Boshqa joyga qaraganda ham 6 metrlik kurili sarab. 6 minglik kurli sarapil. Endi tomni bitta yopaman degan akalar uchun baquvvatrog'idan bular nechi pul G'iyos aka? 50 ming. 50 ming so'mdan. Bo'ladigan 50 ming so'm G'iyos aka. 45 qilib beraman. 45 qilib berilgan mana. Bog'larimiz necha metrli bular? Bu yoqlar ham shu 4 metrliklar. Mana kalta to'sinamizda bor ekan, 3 metrlik bo'lsa bular. 3 metrliklar. 30 ming so'mdan. 30 ming so'm 3 metr to'sinlar. Narxlar bomba holatda ekan. Mana ko'rib turganlaringdek. Mana shu arzon. Xudo xolasa yana bir yo'l yo'rig'i bordir. Bu yerda hammasi ko'k teri akalar. Samgilar ham ko'k teri. Mana 2 qarich. Arzon deb o'ylayman, xudo xolasa sizlarga narxlar ma'qul keladi. Bularni o'sha 4 metrli G'iyos aka. 4 metrli, 5 metrli, 6 metrli. Bularchi bular? Sarapillar shekilli. Sarapillar chiqadi. Bularimiz nech pul endi G'iyos aka? 15 ming. 15 ming. Stoykalarga, stunchalarga Bular 20 ming sarxararoq. 20 ming so'm. Tayrog'iga borib ko'rsatay. Joyimiz katta akalar, o'shaning uchun bemalol yurib nima qilyapmiz. Video kamchilik bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz. Iloji boricha sizlarni harakat qilamiz. Bu yarim tayyor mahsulot vaqtdan. Akalar keyin men misol optim va sog'laman degan akalar uchun ham Voha tomonidan kerak bo'lsa mana yarim tayyor mahsulotlar uzuni 2 metr. Kimga kerak bo'lsa misol lapet holatda, G'iyos aka, lapet holatda tayyorlab berishimiz mumkin. Tayyorlab berilaveradi. Yarim tayyor holatda mana ko'rib turganlaringiz ichida ko'k teri, kalifor aralash. Kvadrat 12 ming. Kvadrat 12 ming so'mdan qilib beraman deyapti. Bitta olaman men odamga. Yarim tayyor mahsulotdan o'zimizda shu mirzo teraklar ham bor. Ularni ham kelishgan holatda qilib berilaveradi. Akalar, xudo xolasa G'iyos akamning joylari juda ham katta, keng joy. Birinchi qo'l optim. Mana ko'rib turganingizdek barcha mahsulot topishingiz mumkin. Kelib, xudo xolasa ko'rib, yana ustida bir narxni kelishib, nomerlarni qo'yib qo'yaman, aloqaga chiqib olasizlar. Qiziqqanlar xudo xolasa videolarni kuzatib boring. Manfaatli bo'lgan bo'lsa like, podpiska bo'lishni unutmang. Sog' bo'ling, salom.